O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan qanday o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda? 2026-yil 1-apreldan boshlab mamlakatda bir qator muhim yangiliklar va tartiblar kuchga kiradi. Ushbu o'zgarishlar aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, raqamlashtirishni jadallashtirish va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishga qaratilgan. Jumladan, davlat tibbiyot muassasalari bosqichma-bosqich 5 kunlik ish haftasiga o'tkaziladi. Shu bilan birga yo'l harakati qoidalariga rioya etish ustidan nazorat kuchaytirilib, endilikda kamera va radar orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun ham jarima bali hisoblab boriladi. Iqtisodiy sohada esa ayrim tovarlar, xususan neft mahsulotlari, yoqilg'i va gazlangan ichimliklarga aksiz solig'i oshiriladi. Shu bilan birga Toshkent viloyatida chiqindi olib chiqish xizmatlari tariflari qayta ko'rib chiqilib, aholi va tadbirkorlar uchun belgilangan to'lov miqdorlari oshiriladi. Raqamli to'lov tizimlarini keng joriy etish maqsadida davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, tamaki va spirtli ichimliklar mahsulotlari, shuningdek ayrim transport va ko'chmas mulk operatsiyalari bo'yicha to'lovlar asosan elektron shaklda yoki bank kartalari orqali amalga oshirilishi belgilanmoqda. Xususan ofitserlar uchun xizmat muddatiga to'lanadigan ustamalar 2 barobarga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim qamrovi 80% dan past bo'lgan tuman shaharlardagi tadbirkorlik subyektlariga maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining bo'sh yer maydonlarida davlat xususiy sheriklik shartlari asosida bog'chalar tashkil etishga ruxsat beriladi. Turizm va tadbirkorlikni rag'batlantirish maqsadida barcha xalqaro aeroportlarda xorijiy fuqarolar uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish tizimi joriy etiladi. Kamida 100 nafar xorijiy turistni jalb etgan tadbir tashkilotchilariga esa to'langan qo'shilgan qiymat solig'ining 50% qaytarib beriladi. Bundan tashqari ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi qonunchilikni buzganlik uchun yuridik shaxslarga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni qo'llash tartibi joriy etiladi.